Assalomu alaykum azizlar. Moskvadan O'zbekistonga, Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga yo'lga qo'yilgan reys va avtobuslarimiz qatnash davom etyapti. Reyslarimiz har kuni bor. O'zbekistonga shunaqangi komfortli lyuks avtobuslarda ketmoqchi bo'lganlar bemalol shu ekranda qoldirilgan raqamlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, transportimizni ichki holatlarini ham qisqachagina obzor qilib beramiz. Sankt-Peterburg, Samarqand, Toshkent, Moskva, Toshkent, Moskva, Samarqand yo'nalishida reyslar amalga oshiriladi. Yo'lovchilarga ikkitadan shunaqangi ob'yomlarda chamadonlar bepul. Kilogrammining farqi yo'q. Kelib odamlar o'tirib joylashni boshlashgan, reys vaqtini kutishyapti. Joylarimiz bor. Transportimiz ichki holatlari mana shu ko'rinishda bo'ladi. Har bir sidina orqasida alohida zaryadnilar bor ikkitadan. Rushoylar qo'yiladigan joy, monitorlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Akalar yaxshi joylashib oldilar, yaxshimi? Aloqaga chiqaverasizlar. Reyslar har kuni bo'ladi. Ukalarimiz ketishyapti. Kanalga podpiska bo'lib qo'ysalaring, har kuni chiqib turgan reyslarimizni qo'yib boramiz.